Snickers to'rttasi o'zini tomdan tashiydiganlar bormi? Menga o'xshab hech qaysi shirinligiga shu to'rtni almashmayman. Judayam yaxshi ko'raman. Bu to'rtni qilib yaxshigina daromad qilsanglar ham bo'ladi. Pulli retseptlarda sotiladigan retseptni sizlarga tekinga o'rgataman. 6 dona tuxum oqiga chimdim tuz solib ko'pirtiramiz. Oz-ozdan shakar qo'shib qattiq massa bo'lguncha mikserlaymiz va tuxum sarig'ini qo'shib yana mikserlaymiz. Sifatli yasmina unidan 3 qoshiq solamiz va kakao solib yengil aralashtiramiz. Gaz pechiga 180 gradusga yuboramiz. Bitta yeganinglarda Snickers ta'mini berish uchun zgushonkaga yer yong'oq solib aralashtiramiz va ikkinchi idishimizga pure milk 45% qaymoq va zgushonkasini solib mikser qilamiz. Pishgan ko'rjimizni issiqligida muzdek sochuvga o'rab, birozdan keyin karamel va kremimizni surib o'rab chiqamiz. Ustiga yana karamelimizdan surib Snickers bilan yasatamiz. Retsept yoqqan bo'lsa